Omadsiz odam. Hikoya. Birinchi qism. Elmurod bilan tayyorlov kursining kechki bo'limiga o'qishga kirgach tanishganman. Shahrisabzning Miroqi degan qishloqda yashashini, o'rmonchining o'g'li ekanini aytgan. Armiyani bitirganiga 2 yil bo'lganini, o'qishga kira olmayotganini, omadi yurishmayotganini aytgan. Elmurod o'rta bo'yli, pachoqqina, bir qarashda qizlarning nazariga tushmaydigan bola edi. Lekin tanishgach, uning naqadar sho'x, naqadar bilimli ekanini anglaganmiz. Kechkida o'qiydigan talabalarga yotoqxona berilmasligi sababli har kim shaharning har tomonida ijara uylarda turardi. Kimning nima ish bilan shug'ullanishini bilmasdik. Gruppamizda Munira degan qozoq qiz bor edi. Elmurod uning hol joniga qo'ymasdi, hazillashardi. Ha, Munira qozoq? O, sartting bolasi. Qozoq odam besmi? Men senga odammassan dedimmi? O'rtaga men tushaman. Siz ham turkmansiz, jim o'tiring. Og'zi qiyshiq bo'lsa ham o'zbek bolasi gapirsin ekanda. Elmurod sharaqlab kuladi. Ko'proq shunaqa yaxshi niyatlar qilinglar. Og'zim qiyshiq bo'lsa ham mayli edi. Boyning bolasi bo'lsam edi. Endi kulish navbati bizga keladi. Bu bola juda ham samimiy. U bilan faqatgina do'st bo'lish mumkin edi xolos. Yomon ko'rish mumkin emasdi. Xullas, uchovimiz, men, Munira va Elmurod yaqin do'st edik. Kunlarning birida u ipga tizilgan qizil shoda 2 shoda do'lani olib keldi. Qizlar, olinglar, sizlarga ilindim, bizning qishloqdan kelgan. Elmurod kunduzi Oloy bozorida o'tirib savdo qilarkan, kechqurun o'qishga kelarkan. Buni bir necha yil keyin aytgandi. Akalar qishloqdan har xil mevalar, shifobaxsh o'simliklarning quritilganini qadoqlab, suv qog'ozga solib keltirib berisharkan, u savdo qilib akalarga pul jo'natarkan. Elmurod ketgach kuldim. Ko'rkam yigit, 2 qiz va do'lona, qaysimizni suydikina, dugona? Qay birimiz uning ko'nglida bormiz, qay birimiz bo'lajakmiz begona. Ikkimiz kuldik. Siz bor ko'nglida, dedi Munira. Yo'g'e, sizni yaxshi ko'radi-ku, deyman men. Xullas shunaqa gaplar. Falsafa fakultetiga o'qishga kiraman derdi Elmurod. Munira sodda, u yerda nimani o'rganasan deb so'rardi. Dunyoning negizini o'rganaman, hayotning mazmunini o'rganaman derdi u. Uning bunaqa kitobiy gaplariga hatto men ham tushunmasdim, lekin jim tinglardim. Dunyoning negizi nima? Buni anglash uchun o'zbek bo'lib tug'ilishing kerak, deb chaqib olardi Elmurod. Sen yana millat ayiryapsan, xafa bo'lardi Munira. Shuni ham bilmasang nima qilay axir? Dunyoning negizi bu hayot. Hayotning negizi tiriklik. Insonlarning yashashi, munosabatlar, davlatlar, tuzumlar, tirik tabiat, odamlar. Tiriklikning negizi esa yashamoq, harakatda bo'lmoq. Bizdagi g'ariblar uchun ishlamoq, boylar uchun yotib yemoq, derdi. Uning gaplaridan ko'p narsa olish mumkin edi, ammo asabiy edi. Sal narsaga arazlab qolar, tortishib ketardi. Darslarda bir necha marta domlalar bilan tortishib qolgan. Men haqman deb o'z fikrini urib bo'lsa-da o'tkazishga urinadigan bola. Bu qilig'i bilan u o'z oyog'iga bolta urardi xolos. Kursda ham, domlalar orasida ham janjalkash bola nomini olgan. Uning biz bilan qanday til topishiga hamma hayron qolardi. Elmurod, Munirani sendir, meni sizlar, buni ham sababini bilmasdim. Bir yil shu bolaning hazillari bilan o'tib ketibdi. Imtihonlar boshlandi. Men o'qishga ilindim. Munira bilan Elmurod o'qishga kirisha olmadi.
Keyin ancha paytgacha ularni uchratmadim. Kunlarning birida Elmurod yotoqxonaga meni izlab keldi. "Hormang, student, o'qishlar qiyinmasmi?" "Yo'q, sekin o'rganyapman. Yana bu yil omadim kelmadi mana. Hammasi pulsizlikdan. Bir bola men bilan birga imtihon topshirdi. Hech narsani bilmaydi. O'sha o'qiyapti filosofiyada. Ko'nglingizni tushirmang. Kelasi yil albatta kirib ketasiz." "Barno, rostini ayting, qancha berdingiz? Tanishingiz bormi?" Anqayib qoldim. "Meni pul bilan kirdi deb o'ylayapsizmi? Bizda konkurs bor. Imtihondan avval gazetada berilgan maqolalar asosida konkurs o'tkaziladi. Keyin insho yozib konkurs o'tkazamiz. Buning ustiga 2/5 baho oldim. Yuqori ball bilan kirdim. O'zingiz guvoh-ku." Gapni boshqa yoqqa buradi. "Munirani eri beryapti ekan otasi. Jeter, tukatding o'quva" deganmish. Elmurod kuldi. Bu hazilmas edi. U Munirani o'zicha yaxshi ko'rib yurganini bilardim. "Taqdir bu, ilojingiz yo'q. Olib qochsammikin-a? Qozoqlarda shunaqa odat bor-ku." "Bor, olib qoching. Qozoqning o'zi istamayapti-da. Bir kunda siz bilan qirpichoq bo'lamiz, kelisha olmaymiz. Keyin dadam ham uyga kiritmaydilar. Men nima qilaman? Ko'chada qolaman-ku" deydi. "Oshirib hazil qilardingiz-da o'zi ham. Oraga tushmasam urishib qolardinglar." Qozoq-da, uni yaxshi ko'rganimdan jig'iga tegishimni bilmaydi. Ikkimizni yarashtirishga usta edi u. "Xo'p, men boray, sizdan bir xabar olib ko'nglimni yozay dedim. Bitta zo'r kitob bor, o'qiysizmi? Chiqarib beraman." Ichkaridan Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo romanini olib chiqdim. "Ha, jinni haqidagimi? Sevganni o'ldirib, yig'lab yurgan. Insonning ruhiy holatlari juda chiroyli aks ettirilgan. O'shanaqa holatda siz nima qilardingiz?" "Haliyam o'shanday holatdaman. Sevganimdan tirik turib ayrilyapman. Meniyam o'sha jinnidan farqim yo'q. Siz Muniraga sevishingizni aytdingizmi?" "Aytdim." "Ishonmadi qozoq. Ermak qilishga boshqasini toping" dedi. "Demak sizni sevmas ekan-da." "Men hech kimga kerakmasman. Omadsiz odamman. Ba'zan o'zimni o'ldirgilarim kelib ketadi." "Ya, jinnimisiz? Dunyoda qiz qurib ketibdimi?" "Birgina qiz uchun emas, menga qarg'ish tekkan. O'gay onam qarg'agan." "Oyingiz o'gaymi?" "O'z onam tug'ib vafot etgan ekan. Keyin otam bu jodugarga uylangan. Keyinchi? Keyin meni yomon ko'rardi. Sargardon bo'lib Toshkentlarda yurishimga o'sha ayol sababchi." "Nega?" "Otamga yomonlatib, uydan haydatganda." "Voy-vo, meni qarg'agan. Tezroq onangning ortidan borgun, umringda o'sib unmagur" degan. Shunaqa gaplar. Rostdan ham jodugar ekan-da. Eng yomoni o'sha qarg'ishlar oldimdan kelyapti. 5 yildan buyon o'qishga kira olmayapman. Sevganimdan ayrildim. Hali bu yana davom etadi. Borib kechirim so'rang. Qarg'ishingni qaytib olding." Undan kechirim so'ragandan ajdahoning tomog'idan o'tganim yaxshi. Kulib yubordim. Shunday g'amgin suhbatni hazil bilan yakunlandi do'stim. Elmurod mening yonimga juda ko'p keldi. Qachon kimdandir xafa bo'lsa, kelar, fikrini aytib ma'qullashimni istardi, maslahat berishimni kutardi. Davomi bor.